Z deb beradi-yu, Yeah. o'shanisiga relativ bo'lsa kerak deb qilardim yoki o'rganib qilgandan keyin koeffitsiyentimiz nima ekanligini o'qib oldimda. Hozir buni aytayotganim sababini Munojot opa ham eshitadilar-yu, shunga что bu relative close emas ekanligini e'tibor bersanglar degan maqsadda aytayotgandim-da. eshityapman. Kirdingizmi? Kirdim, ha. Ha, siz yozib olinyapti-yu, shunga esimga tushib qoldi. So yes. Demak, class sentence o'zi asosan biz relative clause bilan ishlatamiz-da, shunga ko'p chalg'ib ketish mumkin. No, class sentence asosiy vazifasi urg'u berish, emphasis berish. O'sha sababdan ishlatamiz. Ikkinchisi bu participle clause to add data without a second sentence. Ko'pchilik gap ikkiga ajratib, alohida simple sentence structure'da yozadi. Endi biz participle clause ni ishlatamiz, ya'ni bu gerundni ishlatamiz. O'sha ikkinchi gapni qo'shimcha qilib berib ketish uchun bitta gapda. Misol uchun housing virgul har doim punctuationga ahamiyatli bo'lishi kerak participle ishlatayotganda. Accounted for nearly half of total spending was by far the largest category. Mana shu by far ishlatish juda zo'r hisoblanadi, chunki men o'zim ham buni imенно o'sha Simon'ni nimalarini, taskonlarini analiz qilayotganda ko'p ko'rganman va o'zim ham ishlatishga harakat qilganman. Ya'ni уже sizlar Simon'ni, Taxasoniyni, Liz'ni yozgan sample structure'larini, sample answer'larini o'qirganinglar sari ularni ishlatgan grammatikalarini, so'zlarini o'zingizga adapt qilsanglar bo'ladi. Chunki ular examiner bo'lishgan o'zlari, o'sha writingni, speakingni tekshirishgan va ular biladi qaysi strukturalar yaxshiroq ball berishini va ular yaxshiroq yoqtirishini. By far o'shalar ichiga kiradi. Ya'ni housing qaysiki deyarli xalqni egallagan kategoriya hisoblanadi, tashkil qilgan kategoriya hisoblanadi va bu eng kattasi hisoblanadi kategoriyani deb aytyapti. By far the most. Va ikkinchi gapi bu having fallen. Misol uchun having fallen from 20% to 12%, entertainment spending nearly halved. 20 dan 12 ga tushishiga qaramasdan tushsa entertainment deyarli yarmiga tushgan, deyarli yarim sarflangan deb aytyapti. Uchinchi strukturamiz bu fronted emphasis structure. Bu qanaqa? Equally striking is the rise in transport spending. Deyarli bir xil bo'ladigan bo'lsa, agar mabodo sizda o'sha deylik graflar deyarli bir xilligida equally striking degan so'z bilan berib ketamiz yoki boya biz yozayotganda berganimizdek of particular note deb berib ketamiz. Of oldinga chiqarib. Of particular note is the fact that food spending barely changed. Ya'ni did not change o'rniga barely changed deb berib ketgan bo'ladi adverb bilan. Bu ham juda zo'r hisoblanadi. To'rtinchisi the same cannot be said of said for x. Ya'ni bu endi biza qarama-qarshi trend berayotganimizda ishlatamiz. Misol uchun housing spending grew steadily. The same cannot be said for entertainment, which stagnated at 5. Ya'ni housing juda keskin o'sgan, lekin entertainmentda bunaqa narsa bo'lmagan. Bunaqa deb aytolmaymiz entertainment uchun. Qaysiki 5% qotib qolib ketgan deb aytyapti. Beshinchi strukturamiz bu passive voice bilan accounted for degan accounted for bydan keyin biz necha o'zgarganini berib ketishimiz kerak. Bunda qanaqa bo'ladi? The largest share of expenditure was accounted for by housing deb aytyapti. Ya'ni birinchi siz eng katta raqamligini aytib ketdingiz yoki eng past raqamligini aytib ketdingiz va keyin bu housing tomonidan tashkil qilingan deb aytib ketdingiz. Va 6-chi strukturamiz bu far from. Bunda qanaqa berasiz? Far fromdan keyin adjective berish kerak. Entertainment spending was far from negligible despite occupying the smallest segment. Ya'ni entertainment negligible degani inkor attention ignore qilib bo'linmaydi, ya'ni e'tiborsiz qoldirib bo'linmaydi. Kam segmentni tashkil qilgan bo'lsa ham, ya'ni kam foiz tashkil qilgan bo'lsa ham dedik. Endi buni nimaga ishlatasiz? Buni siz
while yoki however degan linking wordlarni, kontrast beradigan linking wordlarni o'rniga paraphrase qilib ishlatib ketish mumkin. Ya'ni however, misol uchun entertainment was the smallest segment o'rniga o'shani siz qiziqarli usulda berib ketishingiz mumkin. Was far from negligible qilib. So, asosiy bizga kerak bo'ladigan va aynan percentageli narsalarni ishlatishda kerak bo'ladigan grammatika strukturalarimiz mana shular hisoblanar ekan. Endi let's practice this in the sample answer, in the sample paragraph, body paragraph 1. So, bo'shliqlariga so'zni qo'yib chiqishimiz kerak. Bismillah, menimcha gapira olasiz, ya'ni Assalomu alaykum ustozi. Aha. Ketma-ketlikda aytib ketaveramiz unda. So, in an average English home, nima qo'yamiz birinchisiga? The proportionmi? Aha. The Proportion. Account for the proportion of Proportion bilan of qo'yardi, account bilan for-ku. Of turibdi-ku. Yo ikkita narsa qo'yish kerakmi ustoz? ikkita narsa ikkita qo'yish kerak. Proportion. largest proportion desa bo'ladimi? The largest proportion. Yes, unaqa desak ham bo'ladi. Chunki 52% bu bilamiz deyarli 50 dan oshiq, ya'ni halfdan oshiq. Shu sababdan biza the largest proportion desak bo'ladi. The largest proportion. Okay. Demak bizga largest chiqib ketdi bu yoqdan. Just a second. Good. Largest ketdi va proportion so'zi ketdi. Keyingisiga nima qo'ysak bo'ladi? Is used for heating rooms and water. 3 kitchen. Householdmi? 3 kitchen. 3 kitchendan keyin bog'lovchi ham yo'q, ha? Aha. Kitchenimiz bu yoqda endi biz oshxona emas, oshxona как adjective sifatida kelyapti. Undan keyin biz noun qo'yishimiz kerak. Noun bo'lsa householdda, ana remaining ham Yo'q, remaining bo'lmaydi, household bo'ladi-da. Ana Household bizda adjective. adjectivemi? Yes, Odingiz-mi? Applicationsmi unda? Appliancesmi? Yes. Applying. Bu collocation hisoblanadi. Kitchen o'sha oshxona jihozlari demoqchi bo'lsa, kitchen appliances deganimiz yaxshi. Yozib olaylik, yangi narsa ekan. Applying, kitchen applying. Yes, Kitchen jihozlar. applying. Jihozlar. So, Shu anonda ham uchraydimi? Collocation in use intermediate ham bormi shular? adashmasam bo'lsa kerak. Shu kitobim borda, shuni bir ko'rib chiqishim kerak. U kitob Namely oven, yaxshi. So, namely oven, ovens, kettles, washing machine. appliances nimaga yana bunaqa bo'lganini sababi davomidan sanab berib ketyapti. Oven deyapti, kettle deyapti, washing machine deb aytib ketyapti. Keyingisiga ana endi mana shunga account for bo'ladimi? Yes, account for. Shu joyda yana bitta sizlarga grammatikacha machines deganinglardan keyin virguldan keyin ishlatmoqchi bo'lsanglar, iloji boricha accountga ing ni qo'shganingiz yaxshiroq. Accounting for 18% of Household electricity usage. Household. Chunki sifat dedingiz-ku. Yes, household electricity use. Chunki electricity bizda hozir noun bo'lib kelyapti, uni oldiga biz household degan so'zni chiqaramiz, aynan adjective-ni. So, va keyingisi Remain of bo'lardi. Yes, the remaining 30% of. Remaining bo'lishning sababi bu bizda hozir tepada 52 18 qo'shsa 70 bo'ladi, qolgan 30% bu yoqda beriladi. Ya'ni qolib ketgani degan ma'noda. Mana shu grafdan biza, ya'ni mana shu paragrafdan juda zo'r narsani o'rgansak bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Bizda agar sizlarda ko'p har xil kategoriyalar berilgan bo'lsa, sizlar uni общий qilib berib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni qanaqa? The remaining 30% of electricity is used for lighting televisions and radios. Deyapti. Ya'ni menimcha buncha общий ikkita misol kategoriyani olasiz.
ikkalasini qo'shasiz. Necha foiz tashkil qildi? Misol qolib ketgan percentage 30% bo'ldi yoki 40